Assalomu alaykum o'quvchilar, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi bo'ladigan bo'lsa 105-mavzu koordinata burchagi mavzusini ko'rib chiqamiz. Yondash mavzu xaritalar, koordinatalar haqida bugun gaplashamiz. Bundan oldin qaranglar, birinchi misoldan boshlab ishlab ko'rsataman va dars davomida koordinatalar haqida umumiy tushuncha berib ketaman sizlarga. Birinchi misol. Bu 2-sinfda o'tganmiz buni. Burchak o'lchagich yordamida o'tkir, o'tmas va to'g'ri burchaklarni toping deydi. Qaranglar mana qanday topiladi. Burchak o'lchagich yordamida hisoblaydigan bo'lsak, mana o'tkir burchak deganimiz 90 gradusdan kichik bo'lishi kerak, mana shunday. O'zi 90 gradus degani mana to'g'ri burchak bo'ladi. Partaning bir burchagini oladigan bo'lsangiz, partaning bir burchagi mana shu 90 gradus bo'ladi yoki doskaning burchagi. 90 gradusda nima bo'ladi? Ikkalasi kesishadi, mana shu 90. 90 gradusdan kichik bo'ladigan bo'lsa, bular o'tkir burchak, ya'ni B burchak, D burchak, ular qanday? O'tkir burchaklar. Qaranglar, S burchakni 90 gradus desak bo'ladi. 90 gradus desak bo'ladi. Endi 90 gradusdan, mana 90 gradusdan katta bo'ladigan burchak qanday burchak? O'tmas burchak deyiladi. O'tmas burchak. Agar 90 gradusdan kichik bo'ladigan bo'lsa, o'tkir. O'tkir burchak 90 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, bu alfa deganimiz burchak belgisi. Alfa to'g'ri burchak bo'ladi. Mana burchak deganni yozmadim, o'zingiz yozib qo'yasiz daftarga. Mana. Keyingisi. Xaritadagi har bir obyektning o'rnini aniqlang. Obyektga yetib borish uchun dastlab gorizontal yo'nalishda necha qadam, keyin esa vertikal yo'nalishda necha qadam yurish kerakligini toping. Mana qaranglar. Shifoxona. Plus deganimiz shifoxona turibdimi? O'ng tarafga necha qadam tashlashimiz kerak? 2 qadam, to'g'rimi? O'ng tomonga, ya'ni gorizontal yo'nalish deyiladi. Mana pastda mana gorizontal yo'nalish deyiladi. Bu gorizontal. Gorizontal. Tepaga ketganda vertikal bo'ladi. Yuqoriga vertikal yozib qo'yasiz. Men V deb ketaman, vertikal. Yuqoriga qarab ketganda vertikal. Birinchi o'quvchilar tushunib olinglar, mana shu X o'q ham deb ataladi, X o'q yoziladi. Misol uchun oddiygina misol ko'rsataman sizlarga, qaranglar mana. X, bunisi Y deymiz. Yuqoriga vertikal, mana bu gorizontal desangiz ham bo'ladi yoki X, Y desangiz ham bo'ladi. Misol uchun endi qaranglar mana. Buning koordinatasi 1, 2, 3. To'g'rimi? Mana shu 3, Y ga 1. Mana X da 3, Y da 1 turibdi. Mana shu nuqtani belgilaydigan bo'lsam, bu nuqtaning koordinatasini yozishimiz uchun A nuqtaning koordinatasini yozgan paytimiz har doim birinchi X yoziladi, keyin Y yoziladi. Bu koordinata sistemasida har doim birinchi X keladi. Ya'ni birinchi gorizontal yo'nalishdagi koordinatasi yoziladi, keyin vertikal yo'nalishdagi koordinatasi yoziladi. Endi qaranglar, A nuqtaning koordinatasi birinchi X ni yozaman 3 ga teng, ikkinchi Y ni yozamiz 1 ga teng. Mana shunday yoziladi. Endi misolda tushuntirib ketaman, qaranglar. Shifoxonaning koordinatasini mustaqil topingchi o'zingiz, yozmay turaman. Videoni pauza qo'yib topishga harakat qiling. Ya'ni B nuqtaning koordinatasi nimaga teng ekan? Yaxshi, 2 birinchi gorizontal yo'nalishdagi yozamiz, keyin vertikal yo'nalishda mana qaysi to'g'risida turibdi? 1 ning to'g'risida turibdi. Demak, 1 bo'ladi. Endi qaysi nuqta bizda berilgan? A nuqtaning koordinatasi o'zi berilgan. A nuqtaning koordinatasi mana 7 4 yozilgan. Endi B nuqtanikini topdim. Yozib qo'yamiz mana. Siz kitobga chizmang lekin, xo'pmi? Daftarga yozinglar. S nuqtaning koordinatasini hisoblaymiz. Qaranglar, S nuqtaning koordinatasini topganimizda birinchi gorizontal yo'nalishda qaraymiz, mana 2 ning to'g'risida turibdi, vertikalda 5 mana. Birinchi gorizontalni yozamiz 2, keyin vertikalda 5. Ya'ni birinchi X yoziladi, keyin Y yoziladi. Endi qaranglar. D koordinatasini topamiz. D nuqta. Qani D nuqta? Qayerda qoldi mana? D nuqtanikini topadigan bo'lsam, pastga qarab tushamiz mana. D nuqtanikini qaranglar. Hozir D nuqtani topadigan bo'lsak, mana qizil bilan chizdim. Mana qaranglar. Gorizontal yo'nalishda 4, vertikal yo'nalishda esa 3 mana. 4 3 bo'ladi. Birinchi X ni yozdik, 4, keyin Y ni yozamiz, 3 ga teng bo'ladi. Endi keyingi nuqtaga o'tamiz. Qaysi nuqtaga keldik? E nuqtaga keldik.
E nuqtaning koordinatasi gorizontal bo'yicha 8 birinchi yozamiz. Vertikal bo'yicha nimaning to'g'risida turibdi? Mana to'ppa to'g'ri olib keladigan bo'lsam 2 ning to'g'risida turibdi. Mana shunday. Endi K topadigan bo'lsam, gorizontal yo'nalishda mana 12, vertikal yo'nalishda esa nimaning to'g'risida turibdi? 3 ning to'g'risida turibdi. Keyingisi K dan keyin M nuqtaniki, M qayerda qoldi endi? Tepada shekilli, a? Mana M ni qaranglar. Vertikali 5 ga teng, gorizontal nimaga 10. Demak, birinchi 10 ni yozamiz, keyin esa 5 ni. N nuqtaniki. Qaranglar, N nuqta. Qayerda N nuqta? Tepada ekan mana. Vertikal 7 da turibdi, gorizontalchi 13 da, 13 ning to'g'risida. Birinchi gorizontal yoziladi, keyin esa vertikal. Mana shunday. Keyingi misolga o'tamiz. Mana bu yerda tushuntirgan obyektning tekislikda turgan joyini aniq bilish uchun tekislikda ikkita koordinata nurdan iborat koordinata burchagi chiziladi. Ularning biri gorizontal, ikkinchisi vertikal yo'nalish ko'rsatib turadi. Mana daftaringizga mana shu kabi chizadigan bo'lsangiz 4 3, ya'ni x 4, y nimaga teng? 3 ga teng. Obyektning turgan joyi ikkita son bilan yoziladi. Hozir tushuntirib o'tgan narsamni bu yerda yozib o'tishgan. Endi daftaringizga ushbu nuqtalarning koordinatalarini yozing debdi. Mana shuni bajaramiz birgalikda. Mana shu ko'rinishda qo'yib oldim. Qaranglar mana. A nuqtaning koordinatasi mana x ni to'g'risida necha turibdi? 1. Y-chi 5 ga teng, ya'ni gorizontal yo'nalishda 1, vertikal yo'nalishda 5. B nuqtaning koordinatasini qaranglar mana. 1 va 1 ning to'g'risida turibdi mana. X ham 1, Y ham 1. Endi S nuqtaning koordinatasini topamiz. X 5 ning to'g'risida turibdi, Y esa 1. Ya'ni gorizontal 5, vertikal 1. D nuqtaning koordinatasini qaranglar. Gorizontali 3 mana, vertikal esa 4 ga teng. Juda ham oson. E nuqtaning koordinatasi 6 ga nima? 3. Gorizontal 6, vertikal 3 ga teng. F nuqtaning koordinatasi mana gorizontal 8, vertikal esa 4. Endi keyingisi G nuqtaning koordinatasini oladigan bo'lsam 9 va nimaga teng? 2 ga teng. H nuqtaning koordinatasini oladigan bo'lsam x 10 da turibdi mana. Ya'ni gorizontal 10, vertikalichi mana to'g'ri chizadigan bo'lsanglar 2 ning to'g'risiga keladi. Mana shunday bajariladi. Keyingi misolga o'tamiz. 4-chi. Xaritadagi 1 mm real dunyoda 300 metrga to'g'ri keladi. Ikkinchi topshiriqdagi istalgan ikki obyekt orasidagi masofani o'lchab, ular orasidagi real masofani toping. Ikkinchi topshiriq. Qani ikkinchi topshiriq? Qaytamiz. Ular orasidagi masofani topishimiz kerak. Ikkitasini orasidagi masofa. Misol uchun qaranglar, shunda ko'rsatib ketaman. B bilan S nuqta orasidagi masofani topamiz. B va S. B ning mana qaranglar, B mana bunday chizib ko'rsataman. Vertikal yo'nalishda qaraydigan bo'lsam B va S. Mana 5. 1 va 5 ning to'g'risida turibdi, to'g'rimi? Vertikal yo'nalishda. Ayiramiz 5 dan 1 ni. Barobar nimaga teng bo'ladi? 4 ga teng bo'ladi. Endi bizda aytganki 4-topshiriqda real dunyoda deyapti. 1 millimetr deyapti. Qanchaga teng? 300 metrga teng. 300 metrga. Birsini nimaga ko'paytirishimiz kerak? 300 ga ko'paytirishimiz kerak. Obyektning xaritadagi bir obyektning bunda bizda santimetrda berilgan deydigan bo'lsak, 4 ni endi ko'paytiramiz 300 ga. Mana ular orasidagi real masofani bilib oling debdi. Orasidagi masofani o'lchab, ular orasidagi real masofani bilib oling. Endi qaranglar. Bizda santimetrda berilgan deb oladigan bo'lsak, buni millimetrga aylantirib olishimiz kerak edi. 4 millimetr deb, keyin 4 ni 40 millimetr deganim 40 ni ko'paytiramiz. 300 ga qancha chiqadi? 12000 metr chiqar ekan orasidagi masofa. Shunday qilib boshqalarni ham topib ko'rishingiz mumkin. 5-misolga o'taman.
Sodda tenglamalar tuzing, ularni tekshirishlar bilan yeching. Tenglamani ildizini bilib olgach, savolga javob bering. A. Ikki sonning ko'paytmasi 360 ga teng. Agar ulardan biri 90 ga teng bo'lsa, qaranglar, ikkita son A ko'paytirilgan, biri 90 deyapti. 90 barobar nimaga teng? 360. Mana shu birinchi sonni topadigan bo'lsam, 360 ni nimaga bo'lishimiz kerak? 90 ga. A barobar nimaga teng bo'ladi? 4 ga. Ikkita sonning ayirmasi degan 90 dan 4 ni ayiradigan bo'lsam, javob 86 chiqadi. Bu birinchisi edi. Endi B sini bajaramiz. Ikkita sonning bo'linmasi, ya'ni qaranglar, A bo'lingan misol uchun B barobar nimaga teng? 600. Ulardan biri 30 bo'lsa deyapti. Albatta bo'luvchi 30 bo'ladi. Mana 30 ni qo'yaman, barobar 600. A barobar topadigan bo'lsak, 600 ni ko'paytiramiz 30 ga. A barobar nimaga teng bo'ladi? 18.000 ga teng bo'ladi. Keyingisi, ikkita sonning yig'indisi nimaga teng? Yig'indisini topishimiz uchun endi buni qo'shamiz. Mana bu yoniga yozaman. Birinchisi ikkinchisi 30 edi, 30 ga qo'shamiz 18.000 ni. Javob 18.030 chiqadi. Keyingi 6-ga o'tamiz. 6-chi. Yuzasi 12 sm kvadrat bo'lgan. Perimetri esa 26 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizing. Mana. Ixtiyoriy to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz. Yuzasi 12, nimasi? Perimetri 26 bo'lishi kerak ekan. Endi qaranglar. Buni ishlashimiz uchun oson usuli perimetrni 2 ga bo'lamiz. Mana A qo'shilgan B 2 ga ko'paytirsak perimetr keladi, to'g'ri? Mana 26. Endi buni qaranglar. Ikkita tomon yig'indisini qo'shadigan bo'lsa, mana 2 26 ni 2 ga bo'lamiz, 13 chiqadi. Endi shu ikkala tomonni ko'paytiradigan bo'lsam nimaga teng? 12 ga. Bu qaysi sonlar bo'lishi mumkin? Qaranglar. Yig'indisi 12, 13 ga teng, ko'paytmasi esa 12 ga. 12 ko'paytmasi 12 bo'lishi uchun 3 ga 4 ni ko'paytirish mumkin, 6 ga 2 ni ko'paytirish mumkin, 12 ga 1 ni. 6 ga 2 ni ko'paytirganimizda 12 chiqadi, lekin qo'shganimizda mana yozib ham ko'rsataman, qaranglar, 6 ga 2 ni ko'paytirsam 12. Lekin 6 ga 2 ni qo'shsam 8 chiqadi. Demak, 13 chiqmadi, xato. 3 ga 4 ni ko'paytirsam 12 chiqadi, lekin 3 ga 4 ni qo'shsam bizda 13 chiqmaydi, 7 chiqadi. Bu ham xato. Yana bitta variant bor, 12 ga 1 ni ko'paytiramiz, 12 qo'shadigan bo'lsam nimaga teng bo'ladi? Albatta 13 ga. Barakalla. 13 chiqadi. Demak, bitta tomoni 1. Mana bu chizmada kichikroq chizishim kerak edi hozir. Mana chizmasi bir tomoni 1 ga teng, bir tomoni 12 ga. Mana shunday to'g'ri to'rtburchak chizishingiz kerak. Qoyil. Yaxshi, keyingisiga o'tamiz. 7-chi. Masalani tenglama yordamida yeching. Xaritada X ta shahar va 48 ta qishloq, jami 60 ta aholi punkti belgilangan. Xaritada nechta shahar belgilangan? Buni topishimiz uchun tenglama tuzamiz. Qaranglar. X qo'shilgan 48 barobar 60 ga teng. X ni topadigan bo'lsak, 60 dan ayiramiz 48 ni. X barobar 12 chiqadi. 12 ga teng bo'ladi. Xaritada nechta shahar belgilangan? Javob 12. Bu chizmadagi daftaringizga ko'chirib chizing. A, B, C, D to'g'ri to'rtburchak uchlari koordinatalarini toping. To'g'ri to'rtburchak ichida istalgan M va K nuqtalarini belgilab, ularning koordinatalarini toping. ABC'da to'g'ri to'rtburchak yuzini ham hisoblashimiz kerak ekan. Xo'p, buni bajarishimiz uchun qaranglar. 8-chi. Uchlari koordinatalarini topamiz. Birinchi A uchini koordinatasini topadigan bo'lsam, mana qavs qo'yiladi. Gorizontal yo'nalishda mana 1 ning to'g'risida turibdi, vertikal yo'nalishda esa 4. Keyingisi mana 2 nuqtali verga qo'ydim. B nuqtaning koordinatasini topamiz. Gorizontal yo'nalishda mana 6 ning to'g'risida turibdi, vertikal yo'nalishda esa 4. Keyin C nuqtaning koordinatasini topamiz. 6, vertikal yo'nalishda mana 1. D nuqtaning koordinatasini topamiz. D nuqtaning koordinatasi gorizontali ham, vertikali ham nimaga teng? 1 ga teng. Endi bizga ichida ixtiyoriy K va M nuqtani olishimiz kerak. Men mana bu va mana bu nuqtalarni oldim mana. Buni K dedim, buni M. Endi shu K nuqtaning koordinatasini topganimizda mana gorizontal yo'nalish qaraymiz 3, vertikal yo'nalish qaraymiz 3. 3 ga 3 nuqta deymiz.
Keyingisi M nuqtaning koordinatasini olishim uchun 5, mana 5 bu tarafda 2. Mana bu 3 ga 3 edi, o'chib ketib qoldi. Hozir M nuqtaning koordinatasi 5 ga 2 bo'ladi. Endi bizga yuzasini topishimiz kerak. Yuzasini topishimiz uchun sanab chiqamiz mana. Buni qaranglar, ko'chirib chizib oldim. Bu tarafda 1, bu tarafda 4 turibdi. Bu tarafda 1, bu tarafda nima? 6. Orasidagi masofani topaman. 6 dan 1 ni ayiradigan bo'lsam 5 ga teng bu masofa, 4 dan 1 ni ayiradigan bo'lsam 3. Yuzasini topadigan bo'lsam 3 ga ko'paytiramiz 5 ni, barobar nimaga teng chiqadi? 15 santimetr bo'lsa santimetr deb yozib qo'yishingiz mumkin. YouTube sahifamizga obuna bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.